Juda ko'pchilik savol beradi. Avtokarmoshkaning nima foydali taraflari bor? Avtokarmoshkada yem bergandan ko'ra qo'lda yem bersam yaxshiroq emasmi degan savollar tug'iladi. Avtokarmoshka sizni ishingizni 20-30 barobargacha yengillashtirib, rejim asosida ishlaydi. Ertalab kiritgan vaqtingizda yem sepib beradi. Ya'ni siz necha vaqt kiritgan bo'lsangiz, o'sha mahalda avtomatik ishlaydi. Albatta tok bo'lsa, tok yo'q joyda ishlamaydi. Keyin buni ekonomishlik tarafi 80 vattdan 120 vattgacha, ya'ni 1 kilovat tokka 8 ta 9 ta avtokarmoshka ishlaydi. 220 volt, 80 120 vatt. Avtokarmoshkada yem berganingizda uni vibratori bor. O'sha vibrator avtokarmoshka ishga tushishi bilan vibrator qattiq silkinadi. Vibratorni ko'tarish yoki tushirib qo'yish knopkasi ham bor. Shu baliqlarga refleks hosil bo'ladi. O'sha vibratsiya ishladiki, demak yem beriladi, hamma baliq karmoviy tochkaga yig'iladi. Mana shu tochkaga yig'ilganda, ya'ni siz qo'lda yem berganingizda u nimadir taraqlatib yem berasiz. Ertalab misol ishingiz shoshilinch bo'lib qoldi, 7 da berishingiz kerak, 6 da yem berib ketdingiz yoki obedda yem beryapsiz, biror ishingiz chiqib qoldida shoshilinch tezda berib ketib qolasiz. Ya'ni siz yemda avtokarmoshkadek 3 sekund sepib, 6 sekund dam olib bir xil me'yorda berish imkoniyatingiz yo'q. Nimadir bo'ldi, nastreniyangiz yo'q yoki ishchingiz nastriyasi yo'q, hamma yemni birdaniga bitta joyga to'kib yuborishi mumkin. Bu sizni aldamaydi, yolg'on gapirmaydi. To'kka tiqib qo'yasiz, yemni solasiz, ishlayveradi. Bu avtokarmoshkada yem berish baliqlar orasida razmerlarda juda katta bo'lib ketishi. Bir xilgilarda 4 kilo baliq ham bo'ladi, ichida 1,5 kilolik baliq ham bo'ladi. Ya'ni liderlar qo'lda yem berganingizda lider baliqlar kelib oladi, mayda baliqlarga ozuqa bermaydi. Borgan sari avtokarmoshkada yem berish mehnatni osonlashtiradi, baliqlarning razmerini bir xillashtiradi. Tavsiya qilamiz, har qanaqa yemda ishlashingizdan qat'iy nazar avtokarmoshkada berishni tavsiya qilamiz.